السلام علیکم. در نوار با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش اخبار تلویزیونی سوخت. در استودیو با شما جهانگیر صابرов. دیروز در تالار مجلس های حاکمیت ناحیه سیسی کنگش دپوتات های خلق ناحیه سوخت برگزار گردیده بود و لوحه اولین ما از همان. در سیسی کنگش دپوتات های خلق ناحیه سوخت رهبران سکتور و کارخانه و تشکیلات ها، دپوتات ها، نمایندگان وسایط اخبار عمومی اشتراک نمودند. سیسی را حاکم ناحیه رئیس کنگش دپوتات های خلق سوخت فرخ اوسرف از روی ترتیب آغاز نمود. در سیسی مسئله حسابات رهبران سکتورها دیده شد. پیش از حسابات مدیر قبولخانه خلقی پرزیدنت رسپوبلیک ازبکستان در ناحیه سوخت مامور جان باتیرف به سخن برآمده عاید همکاری، نظارت و دیگر ترتیب‌های قبولخانه خلقی و سکتورها ابراز عقیده نمود. پس آن رهبر سکتور یکم فرخ اوسرف عاید فعالیت چاریک یکم حسابات داد و اینها را گفت. Birinchi sektor hududida mahallalarimiz jami 6 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud. Undan 2876 ta xonadonlar to'liq ishchi guruh tomonidan o'rganib chiqildi. Umumiy yurish orqali o'rganish natijasida jami 124 ta muammolar aniqlandi. Aniqlangan jami 124 ta muammolar demak tuman darajasida 124 ta muammo aniqlandi. Viloyat hamda respublika darajasida hal etilishi lozim bo'lgan muammolar aniqlanmadi. Tuman darajasida hal etiladigan muammolar bo'yicha tuman hokimining iqtisodiyot va sanoat bo'limi tomonidan birinchi sektor kesimida qisqa 1 yillik va o'rta muddatli manzil tadbir rejasi shakllantirildi. Shundan tuman hokimligi tomonidan 10 ta masala, demak bu yerda o'sha ichki yo'llar asfaltlantirish, ichimlik suvi bilan ta'minlash, sel yo'lini qurish, qishloq oilaviy poliklinikani rekonstruksiya qilish, aloqa tizimi va hokazo. Tuman xalq deputatlari kengashiga taqdim etilib, qisqa muddatlarda manzilli tadbir rejalar loyihalari kiritildi. Bugungi kunda aholi xonadonlariga o'tkazilgan o'rganishlar bo'yicha aniqlangan 124 ta muammolarni 120 tasi, ya'ni 96.8% ijrosi ta'minlandi. Aniqlangan muammolar tahlil qilinganda, demak 7 tasi tabiiy gaz, 10 tasi elektr ta'minoti yo'nalishi bo'yicha, 5 ta ichimlik suvi bartaraf etildi. 18 ta sog'liqni saqlash yo'nalishida, 18 tasi to'liq bartaraf etilib, maktabgacha ta'lim muassasalari farzandlarini joylashtirish bo'yicha 3 ta, ular joyida bartaraf etildi. 34 tasi, ya'ni fuqarolarni ish bilan ta'minlash masalasi, shundan 33 tasi bartaraf etildi. Bir nafari hozir ishga joylash masalasi ko'rilyapti. 5 tasi tadbirkorlik va kredit ajratish yo'nalishi bo'yicha, bundan 5 tasi bartaraf etildi. 6 tasi kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish yo'nalishi bo'yicha 5 tasi bartaraf etildi. 4 ta muammo pasport olish masalasi, 2 tasi notinch oilalar nizoli holatlarini qayd etilgan, 10 ta masalan moddiy yordamga muhtoj oilalarning qayd etilganligi hamda 39 ta boshqa masalalar. Sektor shtabiga biriktirilgan mutasaddi boshqarma va tashkilotlar tomonidan 120 tasi, ya'ni 96.8% joyida bartaraf etishiga erishildi. Tuman darajasida aniqlangan 124 ta muammolarning 120 tasi joyida bartaraf etilib, 4 tasi yo'l xaritasiga kiritildi. Bugungi kunga qadar yo'l xaritasiga kiritilgan 120 ta muammoli masalalar ijrosini ta'minlangan, qolgan 4 tasi bo'yicha tegishli ishlar amalga oshirilmoqda. Aholidan tushgan murojaatlarni hal etish borasida tuman hokimi rahbarligida 22 marotaba joylarda sayyor qabullar o'tkazilib, 265 ta fuqarolar qabul qilingan. Ular tomonidan 291 ta muammolar aniqlangan. Aniqlangan muammolar aksariyat qismi joylarda hal etilib, hal etilmagan muammolar muddati belgilanib, chora-tadbir rejalashtirilgan. Endi bu yerda nogironlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida 6 nafar nogironlik aravachasi, 1 nafariga eshik moshlamasi hamda 2 ta sihatgohga bepul yo'llanma, 6 tasi ziyod bemorlarga davolanish uchun orderlar berildi. Mahallalar kesimida ham hisob-kitoblarimiz mavjud. Bu yerda demak mana asosiy o'sha aloqa tizimi, ya'ni Uzmobile bilan ta'minlash, Qalacha qishlog'ida 50 o'nli bolalar bog'chasi qurilyapti. Devayronda yangi zamonaviy bolalar bog'chasi qurilyapti. Sohibkor mahalla fuqarolar yig'inida 10 ta 15 ta namunaviy uylar qurilmoqda. Qalacha mahalla fuqarolar yig'inida demak o'sha elektr ta'minotini yaxshilash maqsadida tepalar o'rnatildi. Tul mahalla fuqarolar yig'ini yuqori bosimli gaz liniyasi yangitdan to'liq tortib foydalanishga topshirildi va hokazo ishlar amalga oshirilib borilmoqda. Demak, hurmatli sessiya qatnashchilari, sektor faoliyatini yanada
aholi muammolarini ishlash tizimini tubdan takomillashtirish borasida muhtaram Prezidentimiz farmon va qarorlari belgilangan topshiriqlar ijrosini ta'minlash, uyma yurish va aniqlangan muammolarni bartaraf etishda sektorga biriktirilgan bo'lim tashkilot tomonidan izchil ishlar davom ettirilmoqda. واقعا تشکیل یافتن قبولخانه خلقی و سکتورها با تشبث رهبری دولت در مملکت ما در راه منفعت مردم اهمیت مهم کسب می‌کند، زیرا این دو ساختار در یکجایی بهر آموختن و معین کردن و برطرف نمودن مشکل‌های مردم خدمت می‌کند. سکتورها در اساس غایه انسان پرورانه رهبری دولت، خلق برای اداره‌های دولتی نه، اداره‌های دولتی برای خلق خدمت می‌کند، کار و فعالیت بردنشان شرط است. این طلب حکومت و رهبری دولت میباشد. پس آن در سسیه حسابات رهبری سکتور دوم پروکرور ناحیه فرهاد عبدالولیев شنیده شد. Mavjud muammolar aniqlanib, imkon darajasida mahalliy tashkilotlar yordamida joyda ularning yechimiga yo'l qo'yildi. Yechimi tashkillashtirildi. Demak, 3 ta muammolar esa qisqa muddatlarda va o'rta muddatlarda hal qilish uchun dasturlarga kiritildi. Masalan, Qalamafayda joylashgan 150 o'rinli 6 sonli MTM, Navobatdagi, Malbutdagi MTM, ya'ni maktabgacha ta'lim muassasalari bugungi kunda ochilish arafasida turibdi. Shuningdek, Navobat MFida tadbirkor Muhammadjonov tomonidan davlat sherikchiligi asosida oilaviy maktabgacha ta'lim muassasasi tashkil etildi. Bundan tashqari sektordagi Oftobro'y mahalla fuqarolar yig'inida yangi noldan boshlab, demak, maktabgacha ta'lim muassasasi qurilishi boshlandi. Sektordagi Hazrati Ali MF hududida 120 o'rinli Navobat mahalla fuqarolar yig'inida to'g'ri 120 o'rinli yangi maktabgacha ta'lim muassasasi qurilishi uchun takliflar berildi. Hayotiy muammo va ehtiyojlarni hal etish, sektorlar doirasida ishlarni tashkil etish sifatini oshirish, aholi bilan ochiqdan to'g'ridan-to'g'ri muloqotni kuchaytirish va sektorlar faoliyatini yanada takomillashtirishga qabul qilib, bu borada yangicha ish tizimi va qo'shimcha topshiriqlarni belgilab olindi. Mazkur hujjatga muvofiq sektor faoliyatini muvofiqlashtirish va samaradorligini yanada oshirish maqsadida sektorlarning tuman, viloyat, respublika tamoyili asosida ularga amaliy va uslubiy yordam ko'rsatish hamda faoliyatini nazorat qilish bo'yicha prokuraturaning vertikal boshqaruv tizimi tashkil etilgan. Aholining eng muhim hayotiy muammolari o'rganilib, demak 1-may kuniga qadar 3985 ta yoki 93% aholi xonadonlari o'rganib chiqildi. Bundan tashqari uyma yurish jarayonida ayniqsa sektor rahbari tomonidan 619 ta xonadonga kirib, ularning aholidan xabar olib, muammolar o'rganildi. O'rganishlarda aholini qiynab kelayotgan kundalik maishiy sharoitni yaxshilash masalasida jami 127 ta muammolar aniqlandi. Aniqlangan muammolar yo'nalishi bo'yicha tahlil qilinganda 16 tasi elektr ta'minoti, 36 tasi ichimlik suvi, 32 tasi ishga joylash, 13 tasi sog'liqni saqlash, 8 tasi tadbirkorlik, 14 tasi boshqa masalalarda ekanligi aniqlandi. Sektor rahbari hamda sektor shtablariga biriktirilgan mutasaddi bo'lim va tashkilotlar tomonidan 127 ta aniqlangan muammoning 125 tasi yoki 98% hal etilishi ta'minlandi. Masalan, Hazrati Ali mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro Muxtorova Dildoraxonni ish bilan ta'minlash maqsadida qilgan murojaati 5-sonli maktabgacha ta'lim muassasasiga ishga joylash bilan qanoatlantirildi. Shuningdek, tashkil etilgan ikkinchi sektor rahbari va shtab a'zolari tomonidan aniqlangan muammolarni bartaraf etish va dori darmonga bo'lgan ehtiyojlarni qondirish maqsadida 76 nafar fuqarolarning tibbiy ko'rikdan o'tkazilishi va dori darmon bilan ta'minlandi. Jumladan Navobat MFI Oftobro'y ko'chasida raqamsiz uyda yashovchi Saidbekov dori darmonga muhtojligini aytib qilgan murojaati tibbiyot birlashmasi tomonidan to'lig'icha qanoatlantirildi. Yangiariq MFI Zakovat ko'chasi 2-uyda yashovchi fuqaro Ahrorovning nogironlik aravachasi uchun qilgan murojaati ham sektor ishchi guruhi tomonidan qanoatlantirildi. Muhandislik kommunikatsiya sohalari bo'yicha fuqarolardan tushayotgan murojaatlar bartaraf etish borasida bir qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan elektr ta'minoti bo'yicha 4 ta yangi transformator punktlari, 6,5 kilometr elektr tarmog'i hamda 11 ta transformator punktlarining 8,2 kilometr tarmoqlari mukammal ta'mirlab berildi. Tabiiy gaz ta'minoti qoniqarsiz suyultirilgan gaz yetkazib berilmayotgan xonadonlarga 3581 dona
maishiy gaz ballonlari yetkazib berilishi ta'minlandi. Aholining ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash bo'yicha Ravon, Istiqlol, Sarikanda, Navobod, Hazrati Ali mahallalariga 5316 metr suv tarmoqlari tortildi. Yo'llardan foydalanishni yanada yaxshilash borasida Qala Ravon hududlariga 2,1 kilometr ichki yo'llar asfaltlandi. Bundan tashqari bajarish uchun qo'shimcha vaqt va mablag' talab etiladigan 3 ta muammolar vertikal boshqaruv tizimiga asosan tuman darajasida hal etiladigan muammolarga ajratilib, yo'l xaritalariga kiritildi. Shu bilan birga aholidan tushgan murojaatlarni hal etish borasida tuman prokurori rahbarligida 25 marotaba joylarda sayyor qabullar o'tkazilib, 568 ta fuqarolar qabul qilingan. Sayyor qabullardan tushgan murojaatlar yuzasidan ayollarni ish bilan ta'minlash maqsadida olib borilgan ishlar natijasida 131 nafar ayollar ish bilan ta'minlandi. Masalan, Sarikanda mahallasida yashovchi fuqarolar Mirzaboyeva, Ergasheva, Aminova, Saidbekova, Navobod mahallasida Rahimvalar tuman sektor rahbari nomiga yozgan arizalar qanoatlantirib, sug' namunasi xususiy korxonasiga tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha ishga joylashtirildi. Bundan tashqari So'x tumanida yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtlarini tashkil etish bo'yicha 5 ta muhim tashabbus bo'yicha ikkinchi sektor rahbari nomiga yozilgan arizalar asosida quyidagi ishlar tashkil etildi. Jumladan, Sarikanda mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Mehri Azizbek, Ravon MFda joylashgan Zabihulloh kompyuter xususiy korxonasi, Ravon MFdagi yakka tartibdagi tadbirkor Nazarov Shahboz, Istiqlol mahallasidagi Alhambek ovozi xususiy korxonalarga hamda Istiqlol MF madaniyat uyi binosida joylashgan Hasanali Muxtoraliga kredit olish uchun amaliy yordam ko'rsatilib, ular ishlari tashkillashtirilishi oqibatida 17 nafar fuqarolarimiz ish bilan ta'minlandi. Har bir oila tadbirkor davlat dasturi bo'yicha tumandagi tijorat banklari, Agrobank va Xalq bank tomonidan imtiyozli 8% kreditlar ajratib kelinmoqda. Ikkinchi sektor rahbari tomonidan Agrobankka 74 ta tavsiyanoma berilgan bo'lsa, 69 tasi, ya'ni 1 milliard 104 million so'm mablag' ikkinchi sektor tavsiyanomasi asosida ajratib berildi. 69 nafar fuqarolar ish bilan natijada 69 nafar fuqarolar ish bilan ta'minlandi. برحق است که با برابر موفقیت ها کمبودی ها نیز وجود دارند. برای برطرف نمودن کمبودی و معماهای اهالی باشد اعضایان گروه کاری سکتورها با جد و جهد فعالیت بردنشان شرط است و معمای اساسی در اکثریت محله های ناحیه تنقیصی آبی نوشاکی و پالیزی، پس بودن فشار گاز طبیعی، سیمچوب های کهنه و خراب بودن حالت راه های داخلی می باشد. این معماها در حسابات رهبر سکتور سوم سرور شعبه کارهای داخلی ناحیه سید بهرام سید موسویف ifade خود را یافت. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 yanvar kunidagi hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha sektor faoliyatini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 11/02 sonli qaror asosida tumanimiz 3-sektor hududida ham ishlar tashkillandi. Birinchi chora davomida 3-sektor shtabi va ishchi guruhi tomonidan jami bo'lib 2520 ta xonadonlar o'sha uyma yurib o'rganib chiqildi. Bu yerda yashovchi 13829 nafar fuqarolar bilan o'sha o'rganishlar o'tkazildi. O'rganishlar jarayoni davomida 121 ta muammolar aniqlandi. 121 ta muammolardan o'sha aniqlangan muammolardan elektr tarmog'i masalasi bo'yicha 13 ta muammo murojaat qilindi. 13 tasi alohida yo'l xaritasi asosida bartaraf etildi. 13 ta muammodan o'sha elektr tarmog'i bo'yicha masala qolmadi, bajarildi. Shundan keyingisi suyultirilgan gaz balon masalasi bo'yicha 42 ta fuqarolarimiz tomonidan murojaatlar qabul qilinib, 42 tasi ham o'sha joyida bartaraf etildi. Ko'mir masalasida 4 ta murojaatlar hammasi bartaraf etildi, hal qilindi. Sog'liqni saqlash yo'nalishi bo'yicha 35 ta murojaatlar qabul qilinib, 35 ta murojaat amalda barchasi hal qilindi.
bandlik masalasida, o'sha ishga joylashtirish masalasida 158 nafar fuqarolar murojaat qilgan va 158 tasidan o'sha birinchi oy davomida 85 ta va 4 oy yakuni bo'yicha 158 tasi hammasi ishga joylashtirildi. Xonadonlar o'rganish jarayonida o'sha moddiy yordam masalasida 2 ta murojaatlar bo'ldi. O'sha 2 ta murojaat endi asosan ko'p murojaat bo'lgan. Shundan 2 tasi o'sha me'yoriy hujjatlarga to'g'ri kelganligi uchun hal qilib berildi. Va nogironlik aravacha bilan ta'minlash bo'yicha qilgan 3 ta murojaatlar ijobiy hal qilindi. Kadastr bo'yicha 4 ta murojaatlar qabul qilindi va 4 tasi hal qilindi. Boshqa muammolar bo'yicha 22 ta murojaatlar qabul qilingan. Shundan 11 tasi hal qilinib va qolgan 11 tasi hozir o'sha tegishlicha korxona va tashkilotlarga berilgan va ularni ijrosini ta'minlash bo'yicha qonunda belgilangan tartibda harakatlar olib borilmoqda. Shu olib borilgan ishlar jarayonida hamma xabar bor. Hushyor qishlog'iga o'sha 1 milliard 600 million o'sha summa loyiha asosida suv chiqarildi. O'sha lekin mana shu suv chiqarish bo'lsa ham hali hanuz shu Hushyor hududida Sebzor va Qaqir mahallalarida aholini tomorqa suv bilan ta'minlashda hozir muammolar aytib o'tilgandek saqlanib qolgan. Buni bartaraf etish bo'yicha sektor rahbari sifatida men so'rov bilan o'sha suv xo'jaligiga yana murojaat qilmoqchiman sessiyadan foydalanib. Xuddi shunday suv aholini tomorqani sug'orish bo'yicha Qizilqiyoq mahallasida ham muammolar bor. Shu 4 oy davomida ham va hozirgi kungacha ham shu hal bo'lmay kelyapti. Aholi o'sha haligi hanuzgacha aziyat chekib o'zlarini haqli e'tirozlarini bizga bildirishyapti. Mana bitta Sharqobodda suv masalasida ham katta muammolar bor edi. Buni suv xo'jaligi tomonidan yechib berilganligi uchun alohida biz sizlarga rahmatimizni bildiramiz. Ish bilan ta'minlash masalalarida o'sha bandlikka ko'maklashish markaziga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Biz bilan hamkorlikda juda ko'p fuqarolarimizni ish bilan ta'minlashga muvaffaq bo'lishdi. Sharqobodda hozir 140 taga mo'ljallangan bog'chada 100 ta bolalar bor. Shuni juda katta qiyinchiliklar bilan sizning xodimlaringiz qarashyapti. Suv muammosi, ichimlik suv muammosi bor, tashib olib kelyapti. Bolalarni o'sha sport maydonchasi, boshqa maydoncha, ovqatlanish joylari ham talabga javob bermaydi. Sharqobodda hozir 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan 400 ta bola bor. Hali jalb qilinmay qolgan. Endi muhtaram prezidentimiz 37-77 sonli har bir oila tadbirkor dasturi asosida o'sha 4 oy davomida jami 3-sektor hududi bo'yicha 30 nafar fuqarolarga 200 million so'm miqdorida imtiyozli kreditlar berildi. Berilgan imtiyozli kreditlardan samarali foydalanish borasida fuqarolar hozir tushuntirishlari olib borilib va tegishlicha nazorat tartibida ularni ko'rib borilmoqda. Bundan tashqari mana 4 oy yakuni va 5-oy mana shu kunga qadar 200 nafarga yaqin fuqarolarga 2 milliard so'm miqdorda imtiyoz kredit berishni rejalashtirilmoqda va bu borada ishlar olib borilmoqda. Haqiqatda olib borilgan ishlarimizdan o'zimiz qoniqmaymiz. Sababi oldimizda juda ko'p ishlar bor. Xo'ja ko'rsinga emas, og'iz akadan 5 bo'l ishlashimiz kerak emas. O'sha suv xo'jaligi rahbari, boshqa nimalar bo'yicha ham ishlarni tashkillashimiz kerak. Ishchi o'rin bo'yicha, investitsiya olib kirish bo'yicha ham, umuman mavjud imkoniyatlardan unumli foydalanish bo'yicha ham juda ko'p bizda hozir loyihalarimiz bor. Biz mana shu ikkinchi kvartal bu chorak bo'yicha yakuni bo'yicha
bu bo'yicha amalga oshirgan ishlarimiz bo'yicha hisobot beramiz. سکتور چهارم حدود دهات سوخت را در بر میگیرد و رهبری آن در ذمه سرور شعبه انداز ناحیه فرید تورابویف میباشد. در این سکتور دستاوردها نیستند گویم اشتباه میکنیم، اما کمبودی ها نیز به نظر میرسند. معمای آب نوشاکی و گاز طبیعی، سیمچوب های کهنه و کوچه های تعمیر طلب تا حال موجود بوده. در سسیه دایر به برد و باخت فعالیت سکتور مذکور حسابات جانشین اول سرور شعبه انداز ناحیه رشید محمدجانov شنیده شد. 4 sektor hududida joylashgan 4057 xonadondan 2397tasi, ya'ni 59% xonadonlar sektor shtabi ishchi guruhi tomonidan uyma-uy yurgan holda to'liq o'rganib chiqildi. Aholi xonadonlarida o'tkazilgan o'rganishlar natijasida aniqlangan 169 ta muammolar aniqlangan bo'lib, shundan 98 tasi, ya'ni 58% joyida yoki ish jarayonida hal etishga erishildi. Qolgan 71 ta 42% yechimi ma'lum vaqt talab etadigan muammolar bo'yicha sektor shtabi ishchi guruhiga va tegishli tashkilotlarga ko'rsatma berilib, ijrosi nazoratga olindi. Jumladan sektor shtabi ishchi guruhlari tomonidan uyma-uy yurish orqali aniqlangan muammolar, sohalar va yo'nalishlar bo'yicha tahlil qilinganda 27 ta muammolar sog'liqni saqlash tizimi bo'yicha, 33 ta muammolar aholi bandligiga ko'maklashish tizimi bo'yicha, 24 ta moddiy yordamga muhtoj oilalardan 8 ta elektr ta'minoti, 25 ta uy-joy masalasi, 2 ta kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish, 14 ta O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini olish bo'yicha va 21 ta boshqa masalalarni tashkil etmoqda. Sektor shtabi ishchi guruh tomonidan sektor hududidagi xonadonlarda uyma-uy yurish orqali aniqlangan muammolar hal etilishi bo'yicha tahlil qilinganda sog'liqni saqlash tizimidagi 27 ta muammodan 22 tasi yoki 82%, aholi bandligi bo'yicha 33 ta muammodan 26 tasi yoki 87%, moddiy yordamga muhtoj oilalardan 24 ta muammolar aniqlangan bo'lib, 22 tasi tezkor bartaraf etishga erishildi. 2019-yil 1-chorak davomida aholidan tushgan murojaatlarni joyida o'rganish va hal etish borasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining So'x tuman xalq qabulxonasi bilan hamkorlikda 13 marotaba joylarda sayyor qabullar tashkil etildi va ushbu sayyor qabullarda 77 ta murojaatlar tushgan bo'lib, ularning 50 tasini hal etishga erishildi. Qolgan murojaatlar bo'yicha tegishliligicha korxona tashkilotlar va sektor ishchi a'zolariga ko'rsatmalar berilib, ijrosi nazoratga olindi. پس آن رهبران کارخانه های راه و الکتر و آبی ناحیه معروضه کردند و عاید کارهای اجرا کرده و به نقشه گرفته معماهای موجوده علیحده ایستاده گذاشتند. با قبول قرارهای دخلدار سسیه انجام یافت. به بخش اینفورماسیونی تلکانال های فرغانه و ازبکستان 24 لوحه مخصوص تهیه ساخته بودیم که آن عاید کارهای به عمل برآورده ایستاده شعبه وضعیت‌های فوق‌العاده ناحیه می باشد. توجه کنید. So'x tumani tog'lar orasida joylashgani bois yoz faslida sel toshqinlarining yuzaga kelishi ehtimoldan xoli emas. Shu sabab har yili bu kabi favqulodda holatlarning oldini olish, aholi va hududlarni muhofaza qilish maqsadida tumanda bir qator tizimli ishlar amalga oshiriladi. Farg'ona viloyat hokimligi, viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan tog'li va xavfli hududlar o'rganilib, davlat byudjeti tomonidan ajratilgan mablag' evaziga hududlarda sel yo'llari qurilmoqda. Maqsad esa bitta. Tumanimizning aholisini sel toshqinlari, suv toshqinlari, yer ko'chkisi bilan bog'liq favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish maqsadida Prezidentimizning qarorlari, hukumatni vazirlar mahkamasining qarorlari, viloyat hokimimiz, favqulodda vaziyatlar vazirligi, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi bir qator qaror va ko'rsatmalarga asosan bir qator ishlar olib borilmoqda. Jumladan G'aznov qishlog'idagi aholini sel toshqinlaridan himoya qilish uchun yangi sel yo'li qurilish ishlari, bundan tashqari Lembur qishlog'idagi aholini sel oqimlaridan muhofaza qilish uchun Mayrot sel yo'lida rekonstruksiya qilish ishlarini, So'x daryosi qirg'oqlarida joylashgan Umbara, Devayron, Lembur, To'l, Qalacha, G'aznov qishloqlaridagi aholilarni suv toshqinlaridan muhofaza qilish maqsadida daryo qirg'oqlarini mustahkamlash ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari Obishirsoydagi qirg'oqlarda joylashgan Qala, Chumoqcha, Zangat, Chashma qishloqlardagi aholini yer ko'chkisi bilan bog'liq favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish maqsadida qirg'oqlarni mustahkamlash ishlari olib borilmoqda.
Davlatimiz rahbari asos solgan hayotbaxsh dasturlar asosida G'azno qishlog'ida yashovchi aholining 30 yillik orzulari bugun ushalmoqda. Qishloq ahlini har yili yoz faslida o'ziga keladigan sel toshqinlaridan muhofaza qilish maqsadida bugun mahallada 2,5 kilometrli alohida sel yo'li So'x gidroqurilish mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan bunyod etilmoqda. Mazkur sel yo'lini bunyod etish uchun davlatimiz tomonidan 3 milliarddan ortiq mablag' ajratildi. Mana shu prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miramonovning tashabbuslari bilan 40 yildan beri ushalmayotgan orzularimiz mana endi ushalmoqda. Mana selfirdo bo'lyapti. Hamma xalq xursand. Bu kabi qurilish ishlari Umbara, Dehvayron, Lembor, Tul mahallalarida ham amalga oshirilayotir. Hududlarda sel yo'li qurish uchun davlatimiz tomonidan jami bo'lib 14 milliard mablag' ajratilgan. Shuningdek, tuman hokimligi, tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan joylarda taktik o'quv mashg'ulotlari o'tkazilib, uning natijasida sohaga daxldor mavjud muammolar bartaraf etilayotir. Jahongir Sobirov, Mashhur Asanboyev, So'x tumanidan tayyorlandi. در وسیع نمودن جهانبینی خوانندگان، افزودن دانش و مهارت آنها و کشف استعدادهای نو سهم تدبیرهای ادبی بدیع و معنوی معرفتی خیلی برجسته می باشند. از این خاطر در مکتب‌های ناحیه در اساس 5 تشبث پرزیدنت تدبیرهای جالب برگزار می گردند. لوحه‌های ما از مکتب‌های ناحیه. در مکتب رقم 10 دهه دمیرصد همگونه تدبیر و چاره‌بینی ها در اساس نقشه معین گذرانیده می شود. حالا بهر در عمل تطبیق نمودن 5 تشبث مهم پرزیدنت جماعه آموزگاری و طالب علمان دست به کارند. معلوم همگان است که موافق قرار وزارت تعلیم خلق ماه اپریل ماهانه فن‌های استتیکی یعنی زیباپسندی، تکنولوژی، صنعت تصویری و مدنیت موسیقی اعلان گردیده بود. از این خاطر ماه گذشته در تالار مکتب گوشه مخصوص که نمونه مهنت دستی شاگردان می باشد تشکیل کرده شده و در آن گازیته های دیواری و دیگر نمونه های ایجاد خوانندگان اقتدارناک مکتب گذاشته شده است. در دام ماه گذشته یک چند آزمون ها از فن‌های در بالا نام برده شده گذشت که از آن جالبترش تدبیرهای تحت موضوع کسب من فخر من و در عالم زیبای موسیقی برگزار گردیده می باشد. اینچنین تدبیر با اشتراک اعضایان محفل ادبی الهام و خوانندگان صنف هفتم مکتب بخشیده به جنبسته ماهانه به وقوع پیوست که در تشکیل و گذراندن آن خدمت آموزگاران مراد ارمت، اسلام غازی، شهرت شمس‌الدین برجسته است. در آخر تدبیر به همه اشتراک کنندگان آزمون و خوانندگان مقتدر از طرف ماموریت مکتب افتخارنامه های مخصوص تقدیم کرده شد. تدبیر خیلی دقت جلب کننده تهیه گردیده بود و در آن خوانندگان صاحب استعداد برآمد کرده توسط شعر و سرود و صحنه‌چه ها از حیات مکتب به اشتراکداران یک جهان خرسندی بخشیدند. واقعا صحنه‌چه های نمایش داده اهمیت کلان تربیوی را صاحب بود. الحال جماعه آموزگاری و اعضایان صاحب استعداد محفل‌های ادبی مکتب به خوش و خوب گذرانیدن زنگ آخر که روز 25 می گذرانیده می شود تیاری پخته دیده ایستادند. کشف استعدادهای نو، پرمضمون گذرانیدن وقت خالگی آنها، جلب نمودن خوانندگان به کتابخانه، ورزش مقصد اساسی اهل دبستان می باشد. 5 تشبث را به عمل ثمرناک تطبیق می کنیم گفتند در انتهای تدبیر جماعه آموزگاری مکتب رقم 10. پیشروی ساحه معارف و خوب کردن شرایط‌های خوانش دانش اندوزی طلبات زمان است و در این سمت از طرف حکومت ریسپوبلیکمان بسیار کارهای به چشم نمایان و نظررس کرده می شود و شده ایستاده است. یکی از سمت‌های اساسی پیشروی و پیشبرد ساحه این به عمل تطبیق نمودن کانسپسی همکاری محله و مکتب و عائله به حساب می رود. یعنی باید در بالا برداشتن درجه صفت و ثمره‌داری تعلیم و مؤسسه‌های تعلیمی با محله و عائله های شاگردان یعنی پدر و مادران خوانندگان مکتب همکاری را وسعت دهند. به این جهت مسئله در مقیاس ناحیه‌مان در اساس نشانهای مخصوص اعتباری خاصه ظاهر کرده می شود و در اساس همین اعتبار بالا برداشتن صفات و ثمره کارهای تعلیمی و تربیوی در مؤسسه‌های تعلیمی مقصد اساسی قرار می‌گیرد. به این جهت مسئله در مکتب رقم 22 محله نوآباد اعتبار مخصوص می‌دهند. بنا به معلومات دیرکتور مکتب با برابر اجرای این کانسپت در مکتب با گذراندن تدبیرهای گوناگون معنوی معرفی اعتباری خاص داده می‌شود از جانب ماموریت و جماعت آموزگاری این مؤسسه تعلیمی. چون می‌دانید مهمه در مؤسسه‌های تعلیمات همگانی ریسپوبلیکمان ماهانه فن زبان‌های خارجی و صنف‌های ابتدایی اعلان شده و در حاشیه این ماهانه در این مؤسسه تعلیمی نیز تدبیر برگزار شد.
تدبیر تحت موضوع وی لایف انگلیش، یعنی ما زبان انگلیسی را دوست می‌داریم، دایر گردید و در برگزار کردن این تدبیر سهم آموزگاران جوان این مکتب حسن‌الدین فیض‌الله و شهرزاد ولیجانوف خیلی ارزنده است. در تدبیر خوانندگان صنف‌های دوم تا هشتم در ترکیب دسته‌های نیو استارز، یعنی ستاره‌های نو و ستاره‌های نایاب روی میدان آمده با هم قوت سنجیدند. خود این آموزگاران جوان در این مکتب تحصیل گرفتند و چون از روی گفته استادان مکتب معلوم می‌گردد بهر رشد و رواج علم فرهنگ در تمام گوشه کنار مملکت بهر تربیت نسل نورس دقت اعتبار جدی داده شده است. این سر نیست. حسن‌الدین و شهرزاد شاگردی خودمو من 2007 سال علاقه این که طلبه بود همین در میتودی نوی به تکنولوژی نوی کلاستر درس گذاشتم. من امروز مهنت آن روزه ثمرش در امروز دیده شدیم. من به نهایت در امروز درس غذاهای معنوی گرفتم. آموزگاران جوان در حاشیه ماهانه حرکت کردند که برآمد شاگردان خود را جذاب و زیبا تهیه سازند و هر یک برآمد این خوانندگان از جانب هیئت حکمات سنجیده شد. به هر یک برآمد اشتراکداران تدبیر آن روزه بهاهای ارزنده از جانب هیئت حکمان گذاشته شد. از جمله در مکتب ما هم با راهبری معلمان جوان من فیض‌الله حسن‌الدین و ولیجانوف شاهزاد جان ها یک تدبیر نهایت دقت جلب کننده گذرانده شد. از رفت تدبیر معلوم شد که خوانندگان در این جاده به نهایت مهارت زیاد دارند، دانش خوب دارند. ما برای معلمان جوان برای مهنت شایانشان از نوع ماموریت مکتب میnnتدار اظهار میکنیم. من در مملکت اعتباری شخصا پرزیدنت با زبان خارجی خیلی بلند است. برای همین هر چقدر کار کنیم کم است. برای رواج فن زبان خارجی بازم بسیار کارهای کردم و من معلمان جوان وعده دادم. همواره خوانندگان توسط نمایش صحنه و دیگر نمایشات جذاب تمام پهلوهای زبان انگلیسی را به حاضران گشوده دادند. در آخر تدبیر فنی و موضوعناک به فعالان و بهترین های این آزمون تحفه و مکافات‌های خاطره‌ای عملیاتی مکتب تقدیم گردید. این بود بخش اخبار تلویزیون صبح که شما توسط آن با خبر و رویدادهای مهم روز شناس گردیدید و در همین جا به بخش اخبار حسنی انجام می‌بخشیم. خیر، سلامت باشید و با برنامه‌های تلویزیونی صبح بمانید.